Bu yerda esa Nijegorodis nav ham o'sha 25-kuni ekdik. Mana hozirda tagidan mana yangi o'sib chiqyapti Nijegorodis. Ammo Enrasadira va Palana, ya'ni Polana navlarida esa Enrasadira dastlab ekkanlarimizdan mana 25-kuni ekkanlarimizdan mana faqatgina bittasi hozircha bo'y ko'rsatib turibdi. Qolganlari mana bu yerdan buyog'i 30-kuni ekkanmiz. Mana bitta ko'klab turibdi hozircha. Ikkita. Ammo Palana navimizda esa umumiy olganda hozircha bironta ham yashnab turgani yo'q hisobi. Namgarchiligi yaxshi, suv berib turganimiz yaxshi. Mana bu ham deyarli o'ta nimjon holatda turibdi. 2-aprel kundagi holati.